Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa hamd sano, payg'ambar alayhisolatu vasallamga durud va salovatlar bo'lsin. Payg'ambar alayhisalom nihoyatda xushxulq, yumshoq so'zlik, go'zal yuzlik, har tomonlama ko'rgan odam, suhbat qurgan odam yana bir bor suhbatini qursam, yana bir ko'rsam deydigan mana shunday go'zal xulqlik inson edilar. Ularning shirin so'zini, ularning go'zal muomalasidan juda ko'plab insonlar iymonga keldi. Xuddi shunday demak, Mirzo Ulug'bek hazratlarini Oshiqon degan bir voizlari bor ekan. O'sha davrlarda podshohlarga, saroy ayonlariga ma'ruza qilib turadigan inson ekan. Kim? O'sha inson bir kuni ma'ruzasida judayam qattiq gaplar gapirdi. His hayajonga berilib ketib, demak ovozlarni baland qilib turib qo'pol ma'ruza qildi. Shunda Mirzo Ulug'bek unga qarata ma'ruzadan so'ng Fir'avn ulug'mi yoki men ulug'manmi dedi. Albatta siz ulug'siz dedi voiz tavozi bilan. Muso ulug'mi sen ulug'mi deb ikkinchi savolni berdi. Albatta Muso ulug' dedi yana voiz. Fir'avndan men ulug' bo'lsam, Muso sendan ulug' bo'lsa, Alloh taolo Musoga muloyim va shirin so'z bilan Fir'avnni iymonga chaqir demaganmidi deb haddini bildirib qo'ydi. Ajdodlarimiz din va dunyo ilmlarida peshvo edilar. Ya'ni kim nima uchun Mirzo Ulug'bek men ulug'mi, Fir'avn ulug'mi dedi. Sababi kim? Fir'avn demak har qancha saltanatga ega bo'lsa ham u mushrik kofir edi. Shuning uchun iymonga kelgan Mirzo Ulug'bek Fir'avndan, har bir iymonga kelgan inson Fir'avndan ulug' bo'ladi. Demak Alloh subhanahu va taolo Fir'avn deb podshohga Muso alayhissalomni go'zal muomala qilishligi, shirin so'z bilan uni islomga da'vat qilishga buyurgan ekan. Demak, har bir ma'ruza qiladigan inson shirin so'z, go'zal muomala qilib, ilmiy tarzda odamlarga tushuntirmoqligi afzal hisoblanadi.